Vaqt o'tmay yigit Masrufi g'aribligi bilan yurgan yerida nogahon telefoni chiringlaydi. Halo, kimsiz? Men do'stingman. Xo'p. Xayriyat bo'lsin. Men filan Masrufman. Kecha bofursat zang uraman. Shunda do'st aytadi, "Yo, shu vaqt aytadigan so'z. Sevganingdan xabaring bormi?" Yigit, "Yo, nima bo'pti? Mariz bo'ptimi?" Do'sti, "Yo, koshki mariz bo'lsa edi. Biror kun tuzalar edi." Yigit, "Hay nima bo'ldi?" Do'sti aytadi, "Nomzod bo'ldi." Yigitning dunyo ko'ziga qorong'u bo'lib, ko'zlaridan yosh kelib, fikri xiyolga ketib, bu she'rni yozgan. Albatta, viloyati Faryob, Ulusvoli Shirin Tagof, Qariyai Fayzoboddan hozir mamlakatda